Salamat savdoshlar, bugungi hikoyamiz tog' yarisi saqayar, til yarisi saqaymas. Burungi zamonda bir o'tinchi buvay o'tgan ekan. Buvay bir kuni jangalda ketib o'tib, bir iyiq kuchugining cho'nqur o'rakka tushib ketib chiqolmayotganligini ko'rib qopdi-da, uni o'rakdan chiqarib qo'yibdi. Bolasini o'rakdan chiqarishning amalini topolmay pirqirab yurgan ana iyiq bu ahvolni ko'rib baxushal bo'ldi. Va buvayning yoniga kelib beshini egib turib, Xudoning yaxshi bandasi ekansan, yaxshiligingni o'lgicha unutmayman, ikkimiz umrlik do'st bo'layli deb g'ingshibdi. Buvaymo uning so'ziga ma'qul bo'ldi. Shuning bilan har qaysisi o'z yo'liga mangibdi. Kunlarning bir kuni buvay yana jangalga o'tinga beribdi. Aylanib yurib, quyuq bir jangalning ichida bir iyiqni ko'rib qopdi. "To'xta", debdi yuragi tupildigan buvay ichida. Yetib o'lgicha etib o'l degan gap bor. Bekordan bekor uningga yem bo'lib bermay yana, deb qo'lidagi paltini iyiqqa aytibdi. Palta iyiqning qoq beshiga tegibdi. Shu hamon iyiqning beshidan qon shurqirab yiqibdi. Iyiq ochiqida o'tunchiga qarab shundoq etilibdi-yu, buvayni ko'rib o'rnida turib qopdi. Buvaymo iyiqni tunib oldiga yugurib berib, o'qishmay qilib qo'ygan ishiga o'kinibdi, apu so'rabdi. Iyiqmo kechiribdi. İkisi ko'rishgandan keyin iyiq buvayni o'ziga boshlab opirib, mevalar bilan rosa mehmon qilibdi. Atsi buvay qaytmoqchi bo'libdi. Iyiq xo'shlashib o'tib, "O'qishmasdan bo'lgan ishlardan xijil bo'lib yurma. Sening yaxshiligingni hargiz unutmayman. Navoda beshingga kun tushib qolgudek bo'lsa, meni topqin", debdi. Buvaymo "Ikkimiz ikki dunyolik og'ini bo'ldik. Shuncha bo'la ishni ko'nglingga olmay, yana shundoq yaxshi mehmon qilganligingdan baq xursand bo'ldim. Lekin og'ina, tiniqing shunchalik sisiqkanki, kechacha saskinib uxlay olmay, tongni aron atqizdim", deb mangib ketibdi. Kunlar o'tib, oylar o'tib, buvay jangalga kelib, iyiq bilan yana uchrashib qopdi. Buvay yugurib kelib, iyiq bilan ko'rishgandan keyin, "Voy adash qandoqroq, heyli qopalta jarohatlantirgan yer saqaydimi?" debdi. Shu chaqda iyiq, "U yerga allaqachon saqayib ketdi, lekin sening heyliqa tiniqing sisiq ekan degan gaping hech yuragimdan chiqqani yo'q. Chunki ko'nlar tog' yarisi saqayar, til yarisi saqaymas degan emasmi?" deb javob beribdi.